Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ekta qil. Mana azizlarim, sizlar uchun toza havodan joy qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun Geolk mahallasidan 6 sotixlik uchastka topib qo'ydik. Uchastkamizda 8 ta xonali uylar qurib qo'yilgan. Arenterga keladigan bo'lsak, Geolkda kontoradan o'tganimizda shundoqqina ikkinchi uy. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatda naveslarni qilib qo'ygan, bu yoqqa chiroyli holatda tapchanlarni qo'yib qo'ygan. O'ng qo'limizda esa kirganimizda chiroyli zeleniy zonalar qilib qo'yilgan. Qanunda birgalikda uyning ichlarini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina kirganimizda prixoshkalarni yaxshi, chiroyli holatda remontlar qilib qo'ygan. Chap qo'limizda bitta xonamiz, kattagina, yaxshi remontlar ko'rib turibsiz, zo'r holatda. Undan chiqqanimiz to'g'ridagi xonamiz. To'g'rida bitta spanli xonamiz. Mana ko'rib turibsiz, chiroyli, yaxshi, shinam holatda. Buni ichkarida yana bitta spanli xonamiz. Mana chiroyli holatda ko'rib turibsiz. Mana azizlarim, ikkinchi eshikdan kirganimizda bu yoqda chiroyli holatda prixoshkamiz, o'ng qo'limizga o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz, oshxonamiz yaxshi, chiroyli holatda mebellarni taxlab qo'ygan. Kirganimizda chap qo'limizda esa dushimiz chiroyli holatda, bu yoqda katyollarni chiroyli holatda qo'yib qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda bitta xonamiz, ko'rib turganingizdek chiroyli remontlari zo'r holatda qilib qo'yilgan. Bundan bu yoqqa yoniga kiramiz, yonidagi spanli xonamiz, ko'rib turganingizdek yorug', shinam, chiroyli holatda bu yoqda konditsionerlarni qo'yib qo'yilgan. Mana azizlarim, katta uyimizni ko'rib oldik. Orqa tarafida bu yoqda 3 xonali vremenkalarni solib qo'yilgan. Bular ham chiroyli holatda, remontlari zo'r. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatda katta uylari bor. Bu uyga bitta katta oila kelib mazza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'cha, magazin shundoqqina 5 daqiqalik yo'lda joylashgan. Bu uyimizni egalari narxini 53.700 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar. Bu videoni Geolk mahallasidan katta uy qidirib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.